Do'stlar, mushmulla daraxti mevali daraxt ekan. Bu mevani tatganlar yoki uyda ekkanlar bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirasizlar. Do'stlar, bugun O'zbekistondagi eng katta bozor, ko'chat bozoriga yetib kelganmiz. Hozir ayni vaqtda tomorqaga shunaqangi mevali, dekorativniy daraxtlar ekishdi. Ayni vaqt. Mana sovuqlar ham ketdi, kunlar keldi. Xullas, uylaringiz shunaqangi dekorativniy mevali daraxtlar kerak bo'lsa, foydali bo'lsin deb sizlarga eng katta bozorga keldik. Yo'lda ikkala tomoni 5 kilometrgacha mevali daraxtlar. Hozir bularning to'liq ma'lumotlarini Setdi Akbarjonning o'zlaridan olamiz. Siz videoga bitta like bosib, videoda oxirigacha ko'ring, juda foydali ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum Akbarjon. Sizlar bilan charchamasdan. Rahmat, xudoga shukr. Endi shu yerda mevali daraxtlarni biz obunachilarimizga o'zingiz to'liq ma'lumotini, narx-navolar bilan tanishtirsak. Xo'p, biz hozir birinchi hayratga solgan men mushmulla. Men bu mevadan tatmaganman, yemaganman, bir joyda daraxt o'sayotgan daraxtni ko'rmaganman. Buni endi yangilik desak bo'ladi. O'zbekistonga to'g'rimi? Ha, shunaqa aka. Shuni to'liq ma'lumotni o'zingiz bersangiz. Buni meva qiladi deyshadi. O'zimiz ham ko'rganmiz. Prosta yeb ko'rmaganmiz. Shunisi bor. Ko'pincha buni qishga baglarni to'kmasligi uchun ekishadi-da. Bagini to'kmaydi qishlarda. Umuman bagini to'kmaydi. Bu qishga ham moslashgan, bahorlarda ham moslashgan. Aytganim bu meva qiladi, yesa bo'ladi. Yesa bo'ladi deb sotadi dehqonlar ham hamma. Biz ham shuning uchun kim kelsa mijozlarimizga yesa bo'ladi deymiz. Meva 5 yilda mevaga kiradi. 5 yilda. Hozir mashg'ulotni ekasiz, 5 yil 6 yil raznicada mevaga kiradi aka. Shunaqa mushmullar. Bu qanaqa asosan chetda o'sadi, bu endi yangi kirib keldi. Endi u ancha bo'lgan kirganiga buni-yu, endi odamlar qiziqyapti-da. Shu meva qiladi degani uchun. Xo'p, pullari qanaqa buni? Pullari 160 ming so'mdan 90 ming so'mgacha. 90 mingdan 160 mingga. Shunaqa. Xo'p, endi bizda butun O'zbekiston bo'yicha kuzatishadi. Butun dunyo, masalan, Qirg'iziston qo'shni respublikalar ham kuzatadi. Shunaqalarga yetkazib berish masalasi qanaqa? Xudo xolasa, O'zbekiston bo'yicha BTS pochta orqali yetkazib beramiz kelishilgan holda. Bo'lmasa ham chetdan kirganlarga ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yetkazib berishga. Imkoniyati bor. Bor. Hammasi imkoniyati bor. Mana shu videoning pastida nomerlarni qoldirganmiz. Aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib yetkazib berish yo'llari bor. Endi xo'p, bu dekorativniy palma deydimi? Palma, Vagnarskiy palma bular. Endi bularni bilamiz, bir 2 xil 3 xili bor, menimcha adashmasam. 3 xili bor. Bir xonada o'stirish kerak tuvayda, bittasini tashqariga ekib qo'ysangiz ham bu qanaqa sorti? Bu Vagnarskiy eng yaxshisi bu. Buni masalan bargini ushlabdim deb qayritsangiz ham yana o'ziga kelib qolaveradi bu. Nariga ikkinchi sorti bor. Unisini bargini ushlasangiz sinadi. Keyin bargi uzunroq bo'ladi uniki. Bunday uzun bo'ladi. Farq shu. Keyin bu uncha-munchaga qishlarda sovuq urmaydi buni aka. Ha. Ancha-muncha minus ko'taraveradi. Ko'taraveradi. Anomal sovuq bo'lmasa bo'ldi. Shunaqa. Anomal deganimizda endi bir 10 dan yuqorisi, 10 gacha ko'taraveradi. Minus 10 dan ag'ini ko'tarolmaydi. Hamma narsa ham ko'tarolmaydi o'zi asli o'simliklar. Xo'p, endi ba'zi mevali daraxtlar bu o'zimizning gilos. Yo'q, mana u ham nima manzarali daraxt. Yasin degan daraxt. Ha, salqin beradi, oq gullaydi. Juda katta bo'lib ketadi, o'ta ham. Bu gilosimiz. Bu yerda Jantaret degan sortimiz bor, yangi chiqqan sort. Keyin bahor gilosimiz bor, valavoy gilosimiz bor. Garantiyali dehqonidan oladi. Puli qanaqa bo'ladi? Bular ko'mliklari 100 ming so'mdan endi 30 mingdan 100 minggacha. Ko'msizi bor. Bunaqa turpog'i yo tomir dozda bor. Ular 25 ming so'mdan. Yasin daraxtini aytmadingiz, narxini, buni Yasin daraxtlari optim narxda 20 ming so'mdan sotyapti. 20 ming so'mdan optim narxda. Palmamiz-chi? Bunga narxi. Palmamizni narxi 900 ming so'mdan mana shu yerdan olsa tushib beramiz yana. 900 mingdan tushib beriladi. Tushib beriladi. Qo'ldan kelgancha. Bu ajoyib gul ekan, ha? Ha, kameliya gulimiz bu. Xitoydan kelyapti. Atir gulga ham o'xshab ketadi ekan, ha? Ha, juda chiroyli gul. G'unchalari juda ko'p buni mana. Mana shularda g'unchasi bor. Ichlari to'la g'uncha. Hech ham tugamaydi bu. Ochiladi, biri to'kiladi, ashnab ochilaveradi. Ochilsa ham taylariga tushib qoladi gullar o'zi. Chiroyli keladi. Xitoydan keladi. Puli qanaqa buni? Bular 150 mingdan 250 minggacha bu. 150 mingdan 250 ming. Kattalari ham bor. Bundan kattalarini ham topib beraveramiz kelsiz. Agar kattasi kelsa. Toshkentdan aloqaga chiqishda Toshkentga bir kun, 2 kunda, misol bir kunda e'tibor 5-6 soat. Samarqanddan qilishlari mumkin. Necha kungacha bu o'zini yo'qotmasa e'tibor. Bu o'zini yo'qotmaydi. E'tibor oladi. Svejiy boradi. Svejiy boradi. O'zimiz garantiya beramiz unga. Bu archami? Bu archa, tabiiy archa bu ham.
Tabiatan. Sun'iga o'xshaydi. Ko'pchilik Sun'iga qiziqadi. o'xshayotgan bu. Uyga qo'yib qo'yiladi bu ko'pincha. Sovuq uradi buni. Ha, bu uy sharoiti. Uy sharoitida Xonada. turadi bu. Kafelarga, katta xonalarga bo'lsa, Ha, o'sha ofislarga, Ofislarga. yonlarga qo'yib qo'yasiz. Keyin bu ichkari havoni haroratini bir xil dushaydi, haligi nima deydi, kislorod chiqaradi o'zidan. Toza havo beradi endi. Karbonat angidrid Noxush hidlarni yutib, ketkizib, o'zidan yaxshi nima chiqarib beradi hid. kislorod chiqaradi. Hmm. kislorod. Puli qancha buni? Buni puli 220 mingdan. 220 mingdan. Kelishtirib beramiz yana kelishsa. Zo'r. Ba'da endi mana o'zimiz Ha, atirgullar shekilli. tugab qoldi bular. O'zimiz mini rozalar, atirgullar. Mhm. Bu sirenimiz bu, indiyskiy siren. Buni pushtisi bor, siyoh rangi bor, har xili bor, oqi bor. Bu ham garantiyali dehqonidan. Bular narxi qanaqa? Bularning narxi 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. Ha, optim narx. Mana bu yerda endi ko'rishim mumkin, xalq tili bilan aytganda oq archa. Buni o'zi asl nomi nima? Голубой yel deyishadi. Голубой yel. Ha, zelyonnisi ham bor. Bu oqi, bu zelyonnisi. Bu juda ham chiroyli dekorativniy. Bularda endi narxlari qanaqacha? Bular endi dollarda aytamiz-da endi buni. 90 dollardan 200 dollargacha bor kattalari. 90 dollardan 200 dollargacha. Ha. So pulida farqi yo'q. Menga chiroyli bo'lsin. Masalan, mana Har qanaqasidan topib beramiz buni ham 5 metrgacha bor. razmerga qarab Kattaligiga, narxi ha. o'zgaraveradi. Narxi o'zgaraveradi. Xo'p, endi bulardan, misol archalardan uyga landshart dizayn qildirib, chiroyli qildiraman desa, O'zimiz qilib o'zlaringda xizmatlari bor. Archalar kesish xizmati bor, gazon sepish xizmati bor. Nima tayyor tabiiy gazon o'rnatib berish xizmati bor. Keyin nima desam bo'ladi? O'zimiz hali dekoratsiya qilib, chiroyli landshap chiqarib beramiz. Ularni ham qilaveramiz o'zimiz. Misol archalarda abreska qilish kerak bo'lsa, Ha, uni ham qilaverasizlar, telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. Mana archalar misol abreska qildirgan ko'pchilik oq tarafda kim qilar ekanda. Ekranda pastda raqamlar aloqa etsalar, borib abreskalar qilib berishaveradi. Xo'p, bunimiz qanaqa? Bunimiz razmarin bu. Razmarin. Aha. Bu ham gulmi bu? Bu o'zidan hid chiqaradi, keyin ovqatlarga solsangiz shirin ta'm beradi. Ovqatlarga solib ishlatishadi. Ko'chaga ham eksangiz bo'ladi, uyingizga katta tuyada mashg'ulotga olib kirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xonaning ichiga. Ha, xonaning ichiga. Zo'r. Bular narxi qancha? Bular 80 mingdan 120 minggacha. 80 mingdan 120 Ha, ming. katta kichigiga qarab. Zo'r. Metrovka atirgulimiz bu. Atirgul metrovka. Ha, shtampoviy. Bular ham chiroyli narsa. Keyin ko'pchilik xonadoniga ekib qo'yadi. Landshaft orasiga ekib nima qilsa chiroyli gullaydi-da, bu g'unchalari chiroyli bo'ladi buni. Bu ham 100 mingdan 150 minggacha narxi. Bu asosan qaysi oylarda gullaydi? Bu mana shu bahorda oxirlariga, yoz boshlariga gullaydi. Og'i keyin u qishgacha gullab turaveradi. Qishgacha gullab turaveradi. Zo'r. Bularimiz Bu lavanda. lavanda. Lavanda bu ham o'zidan shirin hid chiqaradi. Kam qolgan. Anchasi sotilib ketdi. Bu ham tashqariga ham yo xonaning ichiga ham bu? Bu ko'chaga ekiladi ko'pincha. ekiladi. Ha, buni ham endi uyingizga kattaroq ekib olib kirib qo'ysangiz bo'laveradi, turaveradi. Bu kremiskiy sasna, Qrim sasna. Qrim sasnasi. Ha. Bular ham ko'chalarga ekiladi ko'pincha. Daroshkalar yoniga, uylarga ham maslahat beraveraman. Uyga eksa ham bo'laveradi. Chiroyli fishnilarni ekib qarasa bo'laveradi. Buni ham narxi 450 mingdan 1 milliongacha. 450. Katta kichigiga qarab. Ha. Bular necha yil o'zi shu darajaga kelgan? Bular 5 yillik, 6 yillik. 5 yillik, 6 5 yil, 6 yillik. Ha. Zo'r. Xo'p, bularimiz Bular izgirit shamshotlarimiz. izgirit Ha, shamshot. mayda tanga bargligimiz bor, belayin sorti bor, aytda oq qirovlisi bor. Oq qirovli. Ha, mana farqini mana bu yonidan bilib olsangiz bo'ladi mana. Mana yoni qirov bo'ladi oq. Bunikini bargining o'rtasi sariq bo'ladi mana. Mana shulardan ajratib olsa bo'ladi. Bu qishi yozin o'zgarmaydi, bir xil Shunday turadi. Ha. Bular narxi qanchadan bular? Bularning narxi 150 mingdan tushib beramiz. 150 mingdan tushib beradi. 150 mingdan. Misol kimlar zabor qilib yuborishadi shu izgiritlar bilan, Ha. orasini qancha ekish kerak shunda? Orasini 30-40 ga ekaveradi. 30-40 ga Chunki ekilaveradi. ekiladigan joyi buncha o'zi tevasi kattaroq bo'ladi-da buni. Bir-biriga yetadi, shunda zabor bo'ladi-da. Zabor bo'ladi. Ha, bir-biriga o'sib keyin kirishib ketaveradi. Bularni o'zingiz abretsiya qilganmisiz? O'zimiz berganmiz bu shakllar. Shakllar juda ham chiroyli bo'libdi. O bular qanaqa sort archani? Majvennik degan sorti mana shu. Marjavina Ha, deyishadi. o'zimizning mesniy archa. O'zimiz mana shunday shakl berib katta qilganmiz. Bularga
bir 10 yil bo'lgan. 10 yillik. Bular 10 yillik, 12 yillik har xil. Mana yerda mana 8 yilliklarimiz bor. Bu ilon archamiz bor. Nima spiral deyishadi, ilon deyishadi. Hammani og'zida har xil. O'zlaringiz chiqarib beraverasizlar. O'zimiz shu shakl chiqaraveramiz. Bularimiz narxi qanchadan bu marjavinlar? Mana ilonlarimiz 600 ming so'mdan katta kichik yig'ilib tushib beramiz. Mana piramidalarimiz 500 ming so'mdan. Bular ham katta kichik yig'ilib tushib beramiz narxlarini. Mayda kichikroqlari bor. Marjavindan kichik. Marjavinlar kichiklari 150 mingdan tushib beramiz uni ham. Ko'proq olganga. Mana bu yerda mana tog' archamiz bor. O'zidan juda shirin hid chiqaradi. Keyin asma kasalliklariga dori. Mana hidlab ko'rsangiz bilasiz. Juda shirin hid chiqaradi o'zidan. Tog' archasi nomi. Tog'da archalarni hidi haqida. Ha. Bular 2 million so'mdan narxlari. 2 million so'm. Chetdan olib ketishsa 2 million so'mdan. Havo nima tanlamaydimi, o so'radimi? Yo'q. Asosan Ob-havo tog'li joylarda tanlamaydi. ko'rgan Samardonlarda. Endi salqin joy bo'lsa, nabarat bularga yaxshi archalarga. Salqin joyda zo'r katta bo'ladi, lekin hozirgi biz O'zbekistondan ko'chirilganda endi u mesniy, o'zimizni havoga moslashib ketgan. Moslashib ketgan. Asosan archani shu sortda foydali, ha. Zo'r mashina. Ha, juda zo'r. Hammasi ham bunaqangi hid chiqarmaydi. Yo'q. Necha 2 million so'm buni. 2 million so'm narxi. Keyin oq qayin daraxtimiz bor, beryo'zi. Bular ham zo'r narsa. O'zidan endi men eshitganman, rosa katta bo'lsa necha yillardan keyin o'zidan sut chiqaradi deyishgan. Ha. Bu ham yaxshi, foydali narsa. Bu narsa asosan beryozga Dekoratsiya, ha. Uylar ichiga ekishadi, tashqarilarga ekishadi. Bu ham dekoratsiya uchun. 150 ming so'mdan 400 ming so'mgacha bu ham narxlari. 400 ming so'mgacha. Ha. Dastavkalar bor. Hamma yo'q bor. Mana Ba'zi o'sha sasnalar. Qirim sasna kattalari ashaqda. Zo'r. Shunaqa. Bo'ldi, hamma narsani ko'rsatdik. Hamma narsani ko'rsatdik, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana sizlar uchun mana qo'ldan kelgancha hamma narsani to'liq ma'lumotini mana Akbarjon berib o'tdilar. Yana sizga qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha narsani shunday skrin qilib baqa tashlasangiz, o'zlari to'liq ma'lumotni beradilar. Lanshar xizmatlari kerak bo'lsa, Telegram kanallari bor. O'sha yerdan qaysi nima yoqsa, o'shasini tanlasalar ham borib chiroyli qilib xizmatlarini qilib beradilar. Kimga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldirdik, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qo'ying. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib kuzating. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Akbarjon, ishlaysiz. Sog' bo'linglar, xo'p, mayli.